Bugün biz Noruz tantanasiga cho'mildik. Chunki bugun kainat kulgan, dillar suyungan, yuraklar hayajondan tepchakligan, bog'i bo'stonlar gullarga purkangan, jonivorlar qishning eg'ir uyqusidan uyg'ongan, qushlar xo'shal vichirlagan, suzuk suvlar shildirlagan, o'yli aramlarga zilchi gilamlar silingan, non to'qashlar yiqilgan, avat dasturxonlar qan-kezaklar bilan bezalgan. Noruz ishi qozonlarda qaynavatgan, yigitlar ot baygisida o'ynavatgan, qizlar ushaq o'rilgan 41 tal sochlarini orqaga tashlab daryo bo'ylarida bo'ylavatgan, ularning o'smi qo'yilgan qora sochlari ostidagi buloqdek ko'zlarida umidlar chaqnavatgan, eriq o'stanglarning erkak suvlari shovqinlagan, shodiyaning muzikasi mahir sozandilarning barmoqlarida jaranglagan, o'g'loq tortishish, chelishish maydonlari qaynab ketgan. Bovay momaylar xo'shallik tantanasida usullar o'ynab ketgan. Balalar viliqlab kulib ketgan. Onalar chekisiga gullarni qisishib to'ylab ketgan. Qisqasi, bütün canlıqlar yeni bir yılning xo'shalligida iç-ichidan kulib ketgan ajoyib hayajonli bir kun. Şoňa biz Germaniya Madaniyat Ma'rif Birligi tarmog'idagi Ana tili maktabidagi o'quvchi-o'quvchilar Germaniya va dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan barliq Uyg'urlarning Noruz bayramini tabriklaymiz. Ularga salomatlik va xo'shallik tilaymiz.